Bir kunda insil bo'lib qoldimda men. Uxlab yotgandim, uyqumda ichida oshib ketdi. 2:30 soat kechasi. Insil bo'ldim, bir tomonim ishlamay qoldi. Uyga qaytganimda ham najot yo'q edi. Ahvoli chataq edi. Dunyo qorong'i bo'lib ketdi ko'zimga. Chunki endi yosh narsa shunday qolamanmi degan xayolda. Bekzodjonni eshitib qoldik. Eshitib, men xo'jayinim olib kelganda 230 o'lna bilan shu og'ir ahvolda kelganman. Bu yerda og'ir shu oyog'imni ko'tarolmasdim, sudra bosardim. Zo'rg'a bir tomonim ishlamasdi mashinadagi. Keyin mana Xudoga shukr, men hozir qo'llarim, oyoqlarimda jon bor. Men bilmadim, men shu ixlos qilganman-da bularga. Qandaydir bilmadim, ixlos qilganman. Yaxshi bo'lib 3 kunda oyoqqa turib o'zim hojatimga, choyga, ovqatimga o'zim bemalol turib borib keldim. Mana qimillayapti, mana oyog'da, mana qo'llarim mana o'zim yurib, bemalol yurib chiqib kelyapman. Endi 7 kun bo'ldi. Bitta Xudoga ishonsam, ikkinchi bora bunga ishonaman. Chunki men shu yerdan topdim o'zimni. O'zimni qaytarib oldim. Men dunyoga yangi keldim deb o'ylayapman. Meni biladi, qandaqa o'rganimda o'sha qishlog'im, yurt elim, men shu yerga ixlos qilib shu yerga keldim. Agar menga o'xshagan bemorlar bo'lsa, bemalol qo'rqmay kelaversin.